Zamzamlar haqida juda ko'pchilik noto'g'ri ma'lumot aytadi. Ya'niki faqatgina umra vizaga zamzam beradi, turist biznes vizaga zamzam bermaydi va bitta vizaga bitta beradi, bir marta beradi, keyingi safarga bermaydi degan va shunga o'xshash gaplarni eshitamiz. Unaqa emas. Tomog'i bo'g'ilib qolgan. Xo'p, bir kishi shuna kelib 100 ta zamzamga pul to'lasa, 100 ta zamzamga pul to'lasa, 100 ta zamzam beradi. Misol uchun, bitta zamzam bo'lsa, bir kishi ustiga bilet berguncha buni nima uradi? Yana bitta life hack. Bagajinglar, yukinglar 20 kilo bo'lsa, bagajinglar 15 kilo, 10 kilo bo'lsa-da, bitta korobkasini mana buni ichiga tiqsanglar bo'ladi, bemalol. Mana bu yerdan olasizlar 12,5 riyol, ya'ni 40-50 ming so'm bo'ladi, so'mda 43 ming so'm atrofida bo'ladi. Haj terminal, Madina aeroportida ham bunaqa joylar bor, boshqa terminallarda ham shunaqa joylar bor. Bu videoni bilasizlar, kimga tashab qo'yishdi? Kelsanglar sovuq zamzam ichmaylar, ya'ni hot degan yozuv bor, issiq. O'shansidan ichinglar. O'sha shamollab qolasizlar sizlar. Kelasizlar, mana Haj terminal, bu yerda mana zamzamlarni beraveradi, bemalol. 12,5 riyol, bittasi 12,5 riyol, ya'ni 43 ming so'm atrofida bo'ladi. Pasport so'rashdi, zamzam olguncha pasportinglarni berasizlar, shuni zamzam olib bemalol olib ketaverasizlar.